Rasm oldingmi? Xo'p. Qalay ekan IQ'si? Yo hayotiy yaxshiroqmi? Hayot ko'p ko'rganda. Hayot ko'p ko'rgansizlar, o'sha hayotiy bo'lgan yaxshi. Xo'p. Mana bunaqa tipdagi ham tushadi. Yaxshilab o'rganib olishingiz kerak. Kim prezident maktabiga kirmoqchi? 55 Birinchi berma, hamma to'pda 55 to'g'ri. 55 to'g'ri, tamam 55. Nimaga tushundingizmi? Ha, bittasini ko'paytir. Qaranglar. Bunaqani ko'paytirish uchun 9 kere 4 36, 7 kere 3 21, 11. mana bu ikkalasini ko'paytirsak 36 chiqadi. 7 kere 3 nechi? 5 kere 11 nechi? 55. Böyle shundan keyin qolgan hayotiy beramiz. Mana yana. Chizishni bilasizlarmi? 3 Kim aytdi shunday birinchi bo'lib? Mana. Xo'p, halilar biraz ortiq. Qayerdan turgan ekanman deding, ha? Xo'p, endi shuncha yozgan bitta to'p tashlash deysan-da. Xo'p. Endi hayotiy savol beraman. Bitta mahsulotning narxi 50% ga oshdi. Nech pulligini bildingizmi? 50% ga tushdi. Diqqat. Mahsulot narxi o'zgaradimi, o'zgarmaydi? Mana kichkinacha bola o'zgaradi deganini tushuntiramiz. Mana. Xo'p, nimaga o'zgaradi? Nech foizga o'zgaradi? 25%. Kim aytdi? Молодец. Nimaga 25% ga? 50%, 25. Juda yaqinlashdi, молодец. Endi kim tushuntirib bersa yana beraman pul. Kim tushuntirib berib biladi? Nimaga 25% ga o'zgaradi? Çünkü 52 bu. Yo'q. 52 sana 25 kostümün 50 fal görse 1 milyon bo'ladi. Keyin uni yana 50 falga tushirsa 75 ming bo'ladi. Krasavchik, молодец, gap yo'q. Tushundingizmi? Mana 100 dollarlik narsa bor edi. 50% ga oshdi, $150. 50% ga tushdi, $75. Boshida 100 dollar edimi? Keyin $75. 100 dollar va $75 farqi qancha? $25. Demak, 25% ga tushadi. Tushundingizmi? Yaxshi. Xo'p. Asoq yaxshi. Aha. Sotganmi? Bo'l bo'lsin. Hop. Endi chizishdan beraman. $100 savol. Mayli, juda qilib o'tirmaymiz. $100 beraman, birinchi chizib olib kelgan odamga. Anu nima so'z? Figura chizamiz. Anu nima so'z? $100 berish osonmi? Ikkita chizmamiz bor. Ikkita chizmani qo'lni uzmasdan bitta harakatda keyin ishlab ketirsa $200 ishlaydi. Agar bittasini kim olib kelsa $100 beraman. Sizlar joyda. Qo'lni uzmasdan chizib ko'rish kerak bitta harakatda. Qo'lni shundan vaqt ketdi, davay. Ko'rsat. Bo'ldi $100 shu ham chizib ko'rsat, bo'lmay bitta ko'rsat. Pastda mana bu yerda. Yo'q, mana bu yerda alohida ko'rsat. Tamam, $100 olasan. Pastdan yozib ko'rsat. Aha. 1 2 3 4 ustidan yurish mumkin emas. Ko'rsating so'z. Ko'rsat. Bitta ruchkada chizish. Yo'q, ikkita ruchkada mumkin emas. So'z Yo'q. bo'lmaydi. Yo'q, mumkin emas. 5 shans. Logikani ishlatish kerak. O'zi tuzikdir. Yo'q, ama spesialniy aynan qilgandim. Kelasi ham bitta ruchkada Yo'q, mumkin emas. Olib ketmasin. Bironta ruchkada ham mumkin emas, faqat dava varaqni olishadi. Qani okey. Qani $100 ketdimi yo'qmi ko'ramiz. Mana. 1 2 3 4 va bitta qolib ketdi. Mana. Молодец. Ko'rsat, shuni bo'ldi. Sho'da. Qani ko'ramiz. So'z. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
Mumkin emas. Ustoz. Davay. Ha, bo'ldi. O, okey. niko ketib qoldi. 1 minut Tamam, voqea bekor shuhrat etdik. kuydi. 1 minut. 1 minut ishga tugash kerak. Ustoz. Qog'oz bittasi $100. Ha, yo'q. Bittasi qo'yib ustoz. Mana. Yo'q, qani maqsad ko'raylik qani. Ustoz ustidan chizmakunmi? Yo'q, shu savol javob qilib turaman qizni. Ustoz. Qani bitta ko'raychi. Mana ustoz. Qani ko'rsatchi. Ustoz, mana.